Toshkent shahrining eng elitli rayonlaridan bittasi Mirzo Ulug'bek tumaniga kelganmiz. Bu mahallada bir sotuv yer narxi 100 ming, 120 mingdan sotilayotgan paytda teng yarim narxida yer hisobida sotilayotgan uchastkani sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mashina o'tib bezovta qilmaydi, tupik ko'chada joylashgan. Yaxshi tarafi xonadonning ichidan qishin yozin suv oqib o'tar ekan. Uchastkamiz 8,5 sotuq dokumentalniy, lekin 10 sotuqdan oshiqroq. 5-6 ta xonasi bor, 3-4 ta sanuzul hojatxonasi bor, lekin uchastkamiz yer hisobida sotilyapti. Xonadonimiz mahallaga nisbatan ancha baland joyda joylashgan ekan. Yoz qoq chillasida ham bu atrofli 5-10 gradus salqinligi bilan hamma biladi bu joylarni. Manzil Mirzo Ulug'bek tumani, ona bola больницаning orqasida joylashgan. Mahallamiz, uchastkamiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yib, Mirzo Ulug'bek tumanining yaxshi joyidan uchastka olaman degan yaqiningizga videoni yuborib qo'ying. Narxiga keladigan bo'lsa, 435 ming so'ralyapti. Sunnatiga yana ozgina o't beriladigan joy bor. Egalarining raqamini videoning ostiga yozib qo'yganmiz. O'zingiz aloqaga chiqib, shu fayzli xonadonimizni baraka qilsangiz bo'ladi. Yaxshi uchastkalarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.